Qishloqlar, sizlarga savol bermoqchiman. Nimaga o'zi buni qurdinglar? Nimaga kapot bu bizani axir kelajakning katta binoyimiz bo'ladi-yu. To'g'ri, hali bitta karkas qurdik, bitta devorni ham qilish kerak. Hali mayli hozir ishlayapti, hammasi qurbonadi. Bular mayli-u, lekin temirli blokdan nima qilasizlar? Qaranglar, bulujnikli, daraxtli blok bo'lib yotibdi bizani qishloq. G'alati bo'lib qoladi-yu bu. Kapot, bu axir prosta karkas-ku. Yana biz ustidan daraxtli, bulujnikli bloklar qo'yamiz, chiroyli bo'ladi. Kapot, ishongin bizga. Bo'ldi. Temirli blok buni himoya etadi. Bo'pti, qishloq qilib mani birlashtirib, endi bu narsaga hamma salamda Sulaymonotim Kapot, yangi joyga xush kelibsizlar. Mana buni qaranglar, qishloq qilib bunaqa temirli blokdan nima qiryapti desam, katta bino ekan. Yana ustidan yaxshi daraxtli, bulujnikli bloklar qo'yishar ekan. Ato bunaqa g'alati, bunaqa temirli blok turish g'alati bo'ldi, korobka. Bo'pti, yaxshi bo'lsam qishloqlik omad, meni aralashtirmaylar. Dilim, meni ishlarim juda ham ko'p. Chunki sizlarga video olishim kerak, hali montaj qilishim kerak. Sizlarga video ishlarim ko'payib yotibdi bu kompyuter chegida. Mayli, davay kiramiz montaj qiladigan ilovaga. Nima bo'pti? Ey, tushunmadim. Nima bo'pti? Ko'chirib bino yiqilib tushdimi? Nima? Qishloqlar nima bo'pti? Nima bo'pti? Kapot. Nima? Nima kichkinasizlar? Men kattaman, hamma narsani buzib tashlayman bosib. Nima bo'pti? Kim u? Kapot, o'zimiz bilmaymiz. Qutqargan, iltimos, kapot bizani qutqargan. Juda ham gigantskiy katta qishloq keldi. Ey, to'xta, nima qilsam? Namacha zo'ray o'yladi bizni. Namacha bosib ketyapman, mazza qilyapman deb. Ey, nima qilyapsan? To'xta, qishloqqa to'xta. Namacha kichkina olsan ham bosib tashlayman, ko'p gapirmaydi. Qaysi uyga bosaychi-edi? Oppa, men bu uyga bosaman. Ey, to'xta, nima qilyapsan? Oppa, bu uyga biz tashladi, bosib. Namacha kichkina o'ylang, kattaroq qursanglar bo'lmaydimi? Nima qilding? Nima ro'yini biz tashlading-u? Obbo, qishloqlar nima bu? Ey, sen gigantskiy qishloqmisan? Xuddi shunaqa. Senlar gaplashgan vaqtim yo'q, uylarni buzishim kerak hali. Yana qani, oppa, mana biz ko'raymikin, ketdim, buni biz ko'raman. Oppa, davay. O, ne buzilmayapti bu, ne buzilmayapti? Buni buzolmaysan, bu temirli-yu, axir nima qilyapsan? Iltimos, to'xtatgan bizmagin. Iltimos, bizani qishloqni dizmagin, ketgan bo'tdan o'zi qanaqa bu yoqqa kelding? Qanaqa bu yoqqa keldim? Prosta gap qoldim. Oppa, qanaqa beraman menga? Nima qilyapman bu? Obbo, do'stlar, bizani qishlog'imizga gigantskiy qishloq kelibdi. Tezroq politsiyaga telefon qilishim kerakman. Allo, politsiya. Ola, Minecraft politsiyasi eshitadi, nima bo'pti sizlarda? Bizani qishlog'imizga gigantskiy qishloq keldi. Davay, iltimos qutqaringlar. Adresingizni aytingchi, manzilingizni 13-qishloq. Bo'ldi, hozir yetib kelamiz bo'lmasam. Davay, iltimos tezroq yetib keling. Gigantskiy qishloq keldi, 13-qishloqga yetib kelsanglar. Bo'ldi, kakraz yonimizdamiz. Bo'ldi, yonimda ekan. Politsiyachilar hozir demay kelishar ekan tezroq. Ey, nima qilyapsan? Qanaqa kelding? O'zi bizani qishloqqa nima kelding? Sizlar yodinglarda katta qishloqlar bor-ku, o'sha yerdan keldim men. Sizlar qishlog'inglar menga yoqmayapti. Juda ham kichkina, biz tashlayman hammasini. Bo'pti, gaplashgan vaqtim ham yo'q. Men buni bizaman. Obbo, meni eshitgim ham kelyapti. Nima qilaman endi do'stlar? Hozir politsiyachilar keladi-yu, buni qamoqxonaga qo'yishadi. Hozir politsiyachilar keladi. Oppani kelishdi. Mashina to'g'rimiz bizotgan. Nima chaqirdinglar, kichkinagina politsiyachi? Obbo, qishloqni ushlaylar, iltimos qamoqxonaga qo'yinglar. Bo'lmasam bizga kattaroq politsiyachilar chaqirishim kerak, ko'proq politsiyachilar chaqirishim kerak, kattaroq mashina kerak bunga. Hozir kelamiz biz bo'lmasam. Davay, iltimos ko'proq politsiyachilar bilan kelinglar. Mana senlarga kela olmaysanlar hech qaysini. Oppa. Ey, nima qilyapsan? Nima qilib tashlading?
O bilasanmi politsiyaskilar? Bo, nima qilding? Qani politsiyaskilar endi? Oyog'im tagida yotibdi. Nima qilding politsiyaskilarni? Obbo, nima qilamiz endi? Babu biz sabigina babu chiroyli hoppa. Bu kuchli boy, davay. Yana bitta sakasam ana bizlarda bola chiroyli bo'lyapti. Yana biz ishda davom etaman o'ylanib. Nima qilding mani uyimni? Ey, qishloqqa nima qilib tashladi mani uyimni? Mani uyimni ham tashladi. Obbo, hamma narsani olishim kerak. Nima qilaman endi? Nima qilishim kerak biz o'zimiz? Bunga qurol kerak. Hozir men qurol olib, otib tashlayman pistolet bilan mana. Oldim, ketdim, otib tashlayman hozir mana. Ey, gigantskiy qishloq, bu yoqqa menga qara. Davay, otib tashlayman. Hoppa. Bana sangan, bana qolsan. Qoch, nima qilsan? Hozir seni bosib tashlayman. Yo, bosib yetaydi desam bo'la. Xo'p, bu yoqqa bosib tashlayman seni. Davay, otib tashlayman. Shunchalik kuchli deb o'ylayapsan seni quroling. Bittagina, kichkinagina qurol ekan-u. Qurollar yordam bermayapti. Davay uyga olish kerak tezroq. Qurollar yordam bermayapti bunga do'stlar. Nima qilishni bilmayapman. Qurol darja yordam bermayapti. Qanaqa bunga ushlaymiz? Politsiyaskilar ham yordam bermayapti bunga. Ko'proq politsiyaski chaqirish kerak. Nima qilsam bo'ladi? Boshqa hech narsam qolmadi. Qurolimni qotib tashlashmi? Qani bu yoqqa ishlayapti-yu, menga baribir quroling. Kapot. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kapot, bizga juda ham zo'r fikr keldi. Qanaqa fikr? Qurol yordam bermayapti, politsiyaga yordam bermayapti. Qanaqa yana fikr? Umuman bo'lmaydi. Prosta ketishni kutishim kerak endi. Yo'q, ketishni kutsa o'sha bu to'qishlar yopib ketadi. Qarochi, bo'zi hamma qishloqlar bilan o'yladik, bizga arqon kerak. Mayli, arqon topamiz, keyin nima qilamiz? Uni boylab olib, anu katta binoyimizga qo'yamiz. Keyin temirlar bilan tezroq qo'ysak, qamoqxona bo'ladi unga. Zo'r o'ylabsizlar, lekin o'xshirmikin? Bo'pti, arqonni ol tezroq. Arqon yo'q-ku menda, lekin krasit qilishim mumkin. Mana kirka bilan qurol olaman. Hozir ko'rasizlar nima bo'lishini. Hoppa, ana ilgak bo'ldi. Bo'ldi. Mana katta gigantskiy qishloqni boylab olib, mana yoqqa qo'yamiz. Xuddi shunaqa kapot, lekin yana boshqa arqonlaring bormi, ilgaklaring? Yo'q, deb mana gaplashib bir balo qilarmiz, yuringlarchi. Bo'pti, kapot bitta ham yetadi. Biz ushlab turamiz, sen boylab olasan uni, xo'pmi? Bo'ldi, ketdim. Keyin tez o'sha temirli korobka olib kirasan. Xo'p, davay, mametta ekan. Qishloqqa bo'ldi, senga tamoman keldi. Nima qilyapsizlar yana? Bu yoqqa seni bosoqchini-ku. Yoppa, endi bosamaysan. Davay qishloq qilib. Davay o'rinlaring buni boshlaring. Davay o'rinlaring. Davay ketdi endi. Nima qilyapsizlar? Nima qotganimiz yo'q. Davay bo'ldi. O'radim endi ketdi. Davay. Qo'yib o'rinlaring buni oyog'imni. Oyog'im o'rab oldilaring arqon bilan qo'yib bor. Hozir biz tashlayman, chiqib ketaman bundan. Chiqib ketolmaysan, davay qishloq qilib. Ketdi, kapot tezroq. Demirli korobkaga olib kirgan. Davay, kapot. Ketaman, bor kuchim bilan qishloq qilib, davay. Mana, davay bo'l qo'yamiz. Endi ketdi, arqondan chiqmasdan uchun bizni tez temir qo'yishimiz kerak. Davay chiqaroq kapot tezroq temir qo'yish kerak. Davay tezroq temir qo'yish kerak. Kapot, hozir arqondan chiqib ketishi mumkin. Tezroq qo'yish kerak. Tezroq bo'lganda bizga olsa, bizni patchiq bo'ldi. Hozir menda prosta kirka yomonda. Obbo, kirka ham g'alati deymanda. Davay. Mayli, menda rang-barangli kirka bor edi-ku axir. Rang-barangli kirka. Davay. Mana rang-barangli kirkada tez temir olinadi, keyin tez qurib olamiz. Hozir mana chiqaman, deyarli chiqib oldim. Kapot, iltimos chiqib ketsa bo'ldi.
rejamiz barbod bo'ladi. Davay, bo'ldi. Hozir men tez borman, rang-barangli kirka bilan tez qilib tashlayman axir. Mana men qo'yamiz. Hop. Davay. Davay bo'ldi, chiqobadi. Ha bo'ldi. Hozir chiq, sen ham chiqaman, sen ham baribir chiqolmaysan. Chiqasizlaring mana bu yerdan, arqonni olib tashlaring. Bo'ldi, hozir mana oppa, buni ham qurib oldim. Endi buni sindirib, sekin ilgak bilan ana tushib olishim kerak. Endi sekin mana qilib, mashina qilib tushib olaman. Ana bo'ldi, tushib oldim. Bola kapon o'xshadi. Mana bo'ldi, chiqib oldimi bu arqondan? Davay o'tan chiqaman. Davay Chiqolmasmikin buni? Chiqolsinmi bo'ladi? Ha, kapot, lekin chiqolsa rejamiz barbod bo'ladi. Lekin bo'yi chiqolmadi-ku, bo'ldi, endi chiqolmaydi bundan ham. Ha, to'g'ri aytasan, qishloqqa bo'ya chiqolmadi-yu, endi bundan ham chiqolmaydi. Davay, chiqolmayman ham o'tdan. Davay. Nima, kuching emasmisan shunchalik, ha? Nima deyapsan? Xotir bo'tdan chiqib ketaman. Davay, bo'ldi, men chiqasizlar, iltimos bo'tdan. Kapot o'sha chiqasizlar, tezroq politsiyani chaqirgan, ko'proq politsiyani chaqir, yaxshilab vaziyatni tushuntirgan. Bo'ldi, ko'proq politsiyani chaqiraman hozir. Do'stlar, mana buni qaranglar. Chiqasizlar, iltimos, mana bo'tdan. Bo'ldi, уже ishlab oldi, o'z kerak narsani. Qishloqimiz buzishadimi? Endi qamoqda o'tirish kerak. Do'stlar, like bosish, obuna bo'lishingizdan chiqmasin ham do'stlar. Biz bugun gigantskiy qishloqni qamoqxonaga o'tkazdik.